Turkiya. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz kecha bo'lamasmi? O'tgan kungi. O'tgan kunga. Da, ko'rishganda. Onlayn Yaxshisiz? olyapsizmi? Charchamayapsiz, izlayapsizmi, ishlayapsizmi? Yuribmiz sekin-sekin. Ha. Joyda bilasizmi nimaligini? Sal adashib qoldimda, metroda adashib, bu qarasam chiroyliroq joy ekan. Bo'lmasa ketdi, men sizga obzor qilib beraman bu joyda. Siz hozir danni biringlar. Butun dunyo yer yuzidagi eng kichkina, eng mitti davlatda Vatikanda turibsiz. Vatikanga asosiy qismi mana shu joy hisoblanadi. Bundan boshqa joy yo'q. Keyin Vatikanni agar eshitgan bo'lsangiz, o'zini bayrog'i, o'zini madhiyasi, o'zini armiyasi bor va armiyasi faqat undan iborat. Kichkina mashinacha naryotda. Mana shu Vatikan armiyasi hisoblanadi. Siz adashib qolgan bo'lsangiz, bu yoqqa kelishga menimcha siz metro ani foydalangansiz va Shunaqa. boshqa bekatdan chiqqansiz, Ottavianodan chiqish kerak bo'lgan bu yoqqa kelish uchun. Aha. Dальше. Bu obelisk ramziy ma'noda qo'yilgan. Buni hech qanaqa bir historisk bir anonsi yo'q, ahamiyatli joyi yo'q. Leonardo da Vinci olib kelmagan buni. Va mana shuni orqa tomonida, mana yana ko'rsang, mana shu binoni orqa tomonida muzey, Vatikan muzeyi bor. Har oyning yakshanba, oxirgi yakshanbasida Vatikan muzeyiga kirish bepul bo'ladi va agar kirmoqchi bo'lganlar, kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ertalab tonggi soat 6-7 larga kelishlarini maslahat beraman, chunki odam juda ham ko'p bo'ladi va yana bir foydali tomoni, baroqroq kelsanglar, Kolizey ham o'sha kuni bepul bo'ladi kirish. Yo'da fontan. Vatikanga yana davlatni nima deydi, o'ziga xosligi shuki, hamma burchakdan kira olasiz. Bunda chegara yo'q. Hamma burchakdan kirib kelish mumkin. Hozir Arnold oyoqqa turgan hozir. Mana shu ko'rib turgan har bitta burchakdan Rimni istalgan joyidan kirib kelsa bo'ladi. Imенно bir отдельный kirish xot yo'q. Yuramiz. Bugun siz sal erta kelibsiz-da, erta kelsangiz, ertaga kelganingizda ana yerda konsert bo'ladi, monitor bor, qo'yilgan. Tak. Qurolli Kuchlar vazirligining joyi ham bor. Vatikanda o'zining Qurolli Kuchlar vazirligi bor. Adini va uni asosiy bosh qarorgohi ana oq vagon. Aha. Qizlar orqasida turgan. Ha, endi qizlarni ko'rmadim men. Va nima desam bo'ladi yana? Mana shunaqa lam ko'p. Baqirib yuribdi agar ko'rsangiz. Si, grande. Endi ushbu qasrmi, binomi nima deyiladi bu? Bu Castel Gandolfi. Castel Gandolfi deyiladi. Nimaga kulasizlar shunaqa desa? O, chiroyli aytilishishi bu. Yana savollar bering, men so'z boyligim tugab qoldi. Aytib buyurmang. Endi ushbu orqasida muzeymi yo nimadir kirsa bo'ladimi bu binoga? Hozir kirmoqchisiz. Endi hozir keldik, endi birato'la kirmoqchi edik-da. Bo'la. Men aytaman, yopilgan bo'lsa ham kirgizishadi, ochib berishadi. Aha. Hozir mana shu yerdan bir 3 ta o'zlik o'tib ketdi. Ortimizga qarab, lekin bir kelib salom alik qilishni bilmadi. Mayli. Yo'l ochiq. Istalgan joydan kirib, istalgan joydan chiqib ketaversin, farqi yo'q. To'g'ri. Endi muzeyga kirmoqchimisiz? kiraveramizmi? Lekin yopiladi soat 6 da. Bo'lmasa hozir necha bo'ldi soat? Soati yo'q. Soat olib berolmaysizmi? Bo'ldi aka. Sizni gidligingiz uchun kimdan men bir gap so'rab beray sizga. Endi mana shu kolonnalarning ustida turgan amakichalar bor-da. Ularning har bittasi shaxs bo'lgan, hayotda bor insonlardan olib bular qo'yilgan, har bittasi hayotiy insonlar. Mana ko'rsang, har bittasini ko'rsang. Buni ma'nosi bor, ramziy ma'nosi bor. Hozir men buni aytaman.
Obuldingizmi? Ko'rsatdik. Papa bor, bilasizmi? Rim papalari bo'ladi. Shunaqa. И bularning har bittasi papalar hisoblangan. Har bitta yangi papaga bitta haykal qo'yiladi. Har bittasi mana shu Vatikan biz alhamdulillah musulmonmiz, bizani markazimiz, bizani ibodat qiladigan, sig'inadigan joyimiz Kabatulloh. Xristianlarda Vatikan markazi. Aha. Qadamjosi, nima deydi? Eng ulug' maskani va shu bois mana shu joyda har bittasiga o'tgan Rim papalari o'tgandan keyin haykal qo'yilgan. Va bularning hozir aniq sanog'i bor, lekin hozir meni esimdan chiqdi. Sababi chunki bular soni juda ham ko'p. Lekin menga keragi ham yo'q to'g'ri. O'tgan o'tdi-da, to'g'rimi? Bemalol ma'lumot. Ha, deyman, keraksiz. Bari teng. Hozir ana yerda mana o'rtadagi balkonchada mana ana shundan har bir oyda birmi papa chiqadilar, birata chiqib Salom alaykum oladilar. yo'q, bo'ldi, men shuni qilaman. Jest qilib kirib ketadi. Endi amaki qaraganlar-da endi ozgina. Rahmatli bo'lib ketdi. Yo'q-a? Ha, yaxshi odam edi, rahmatli bo'lib ketdi. Tanirmidingiz, choy poyga chaqirganmidingiz endi o'zbekchalik? U chaqirganda, men chaqirganman, u chaqirgan. Ha. Men kelmaganman. Kelmagansiz. Men papalardan o'zim papa bo'lsam. Ham to'g'ri. Paxan deylik. Paxan. Denbal deylik. Papa bo'lish bizaga emas. Hop. Sizda o tarixiy lahzalar. Bu nima? Voy Dani, qayerdan kelib qoldi bu? Bu tarixiy moment, qadrli obunachilar. Bitta tandiringni alishmasman Rimning poyasiga, O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Hammaga rahmat e'tiborlar uchun. E'tiborlaring markazida Bahodirjon, ya'ni Instagramda Jon Uz bo'ldi.